Azizlar, dinimizda hayvonlarni bir-biri bilan urushtirishlikdan qaytarilgan. Hattoki ularni tomosha qilishlikdan ham qaytarilgan. Payg'ambarimiz Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bu borada shunday muborak hadis rivoyat qilinadi Rasulullohdan. Naha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam anit tahrish baynal bahaim rawahu Imom Tirmizi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayvonlarni urushtirishdan qaytardilar degan muborak hadis keltirilgan. Demak, hayvonlar bir-birini shoxlashi yoki itlarni bir-birini g'ajishi, xuddi shunday boshqa hayvonlarni urishligini tomosha qilib, tomoshani uyushtirish va ularni urushiga pul tikish, ikkala tomon pul tikishligi barchasi harom amal ekanligini siz biz mu'min musulmon bo'la turib bilmoqligimiz va unga amal qilmoqligimiz kerak. Alloh panoh bersin. Alloh taolo har bir jonni ya rahim qilishlikka ummatni, mu'min musulmonlarni buyurgan. Har bir jonga rahim qilishlikka. Qanday biz musulmon bo'la turib, iymonli bo'la turib, shafqatsizlarcha ikki hayvonni urushini birini toinki g'ajib o'ldirgunicha, qonatgunicha tomosha qilib o'tirishligimiz mumkin. Alloh panoh bersin. Va buni orqasida pullarni tikib, qimor o'ynab, Alloh panoh bersin. Bu illatlardan siz biz mu'min musulmonlar ogoh bo'lmoqligimiz kerak ekan.